Bir ayol kelib, shu masjidga juda ham katta hissasini qo'shganlarning savobini urib ketdi-da shu ayol kelib. Ikki marta keldim, o'yiz topa olmadim. Bugun xayriyat Alloh uchrashtirdi deb yig'lamsirab duo qilib qoldi. Kelib o'tirdi. Haligi ayol menga aytdi, "Qoraga" dedi, "Mana shu mostdan marshrutga o'taman" deydi, Chorsuga deydi. Yunusoboddan kelar ekan. "O'taman" deydi. "Alloh shu bayting qurilyapti, men hech nima qila olmayapman" deb o'zim har kuni ko'yman dedi. Aslida uni qo'lida yo'q, unga majburiyat yo'q, uni imkoniyati yo'q edi. Lekin har kuni o'zim ko'yman dedi. "Ey Alloh, shu bayting shu yerda bino bo'lyapti, ertaga men o'lsam, shu joyda masjid quriluvdi, nima qilsa qo'shding desa, men nima deb javob beraman" deb har kuni o'zim ko'yman Qoraga dedi. Bugun men shunga qodir bo'ldim. Ustalaringiz sonini ayting, men o'z qo'llarim bilan palov pishirib olib beray dedi-da. Endi bu yog'ini eshiting. Bu joyda 70-80 talab usta ishlayapti. U ayolga qanaqa 70-80 ta usta ishlayapti deb ayta olaman men. Hojona himmatingizni qilib keling desam, bir kichkina plasmas idish 2 kilo atrofida oshni o'z qo'llari bilan pishiribdilar. Oldiga non olibdi, osh o'zi yilmaydi deb salat mayda-chuydalar olibdi.